Mashinamiz bor. Volga qator talabiyligi va istegiyligi binoan yaxshi sara Volgalarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Videoni o'tkazib yormasdan ko'rasizlar, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirasizlar. Hamda podpiska bosib qo'yib, kolokolchikka bosib qo'ysanglar, kolokolchik qo'ng'iroqni bosib qo'ysanglar, sizlarga shunaqa har bitta chiqayotgan videolarimiz birinchi qatordan ko'rib borishga xudo xolasa nasib qiladi. Biz sekin videomizni boshlaymiz. Doda nima deysiz? Boshlaymiz. Nima mashinangiz bor? Qani ko'rsating. Birinchi ochitda assalomu alaykum O'zbek xalqi, O'zbekiston xalqi. Mana to'xtang. Mikrofonni ustimda ilintirib qo'yaylik, o'ynanib qo'ying. Bo'ldi, eshitilaveradi. Chotki. ha. Mana bugun qora Volga 2008 Chrysler motor so'raganlarga Radnoy kraskada 3 ta joyda petno bor xolos. 217 ming yurdi. Mana endi salonlari Euro salon. Yevro salon. Qo'llarni zo'rdan taqibsiz. Ha, mana. 217 ming yurgan xolos. Holati a'lo darajada, hadovoylari, balonlari yaxshi. Dokumenti ham hammasi joyida. Generalni berasiz. Generalni beramiz. Nechi pul? 5300 so'ralyapti. Kamoliddinni yo sunnatlarni otini yetsanglar, ancha tushib beraman. Nechi pul tushib berasiz, dadam? 500-600 dollar tushib beraman. Ana, telefon nomeringiz ham bu ham siznikida. Ha. Yana bitta 3102. Mana bu 2009-yil Bu nima motor? Bu oddiy plitka motor. oddiy plitka motor. Holati a'lo darajada buni ham Gazi motorlari, bor. Gazlari bor. DTP bo'lmagan. Nechi pul bu, dadam? Bu 3800 ga beraman. Berib yuborasiz. 4300 so'rayapman, 3800 bo'lsa beraman. Keyin berasiz. Keyin beraman. Yana Sunnatilla yoki Kamoliddinning kanalidan chiqdim. O'shani eshitib ko'rib keldim deganlarga yana so'yinchisi bor. Mana buni ham salonlarini ko'ringlar. Qiz bola qilib qo'yganman. Mana salonlari Euro salon, kojinli salonlar. Gaz balon 100 talik. Endi mana bitta mana bunaqa 2102. 24.01. Ha, 2402. 24.02. 84-yil. Holati yaxshi. Kuzovlari, hadovoylari yaxshi. Balonlari, salonlari ham yaxshi. Ishlataman degan Tomida odam, bagaji bor. ishlataman degan odamga har kuni 400-500 so'mi bor. So'mda u. So'mda. Endi hadovoylari yaxshi. Tegida ozgina suvarga qiladigan joyi bor xolos. Aybini yetib sotaman men. Shu. Buni narxi nechi pul? Buni narxi 3000 so'rayapman. Bundan ham 200-300 o'tib beraman. 200-300 o'tib beradi. Temir kalpaklarida salonlari 31 mi qanaqa? Salon o'ziniki Radnoy turibdi. O'ziniki 24 Apshkalar Radnoy turibdi. Buningiz nechi pul? Buni 3000 so'rayapman. 2.6 oxiri taqalgan joyi. Yarimga berib oling-chi. Endi Kamoliddin degan so'zini qilsa beraman. Joningiz sog' bo'lsin, Tillatsa beraman. Geni bor. Genam bor, xohlagan. Joningiz sog' bo'lsin. Uyda yaxshi 20 to'rim bor. Ezilmagan, turtilmagan, tinov 20 to'r, gidravlikalari bilan. Uni bahosi 3200, undan kami yo'q. Telefon nomeri nechi pul? Telefon nomer 97lik 736 98 60 Alisher Doda. Bemalol aloqa chiqib, To'g'ri 5 xil bo'lganlarim bor, bemalol zvont qilib. Bo'lgan masalasida Dodaga bemalol aloqa chiqsanglar bo'ladi. Olov chiqadimi? Yili nechi edi buni? 95 6 motor. 95 6 motor. Radnoy kraska, 140 ming yurgan. Bitnolari bor, etbetda. Hatta butun mashina nechi pulda vos? 2800 kami bor. Motor yangi remont. Ana bo'lmasam sizlarga qip-qizil свежий, ana qora rangdagi 06 2800. Ana polni, ya'ni qog'ozlari bilan, zavod orqali birkalari bilan turibdi. Hop. Gen berasiz. Bermaysizmi gen? Generalni qo'yganmiz dedi. Gendan gen yo'qmi? Egasi mana O'rus amakin nomida. Telefon nomeringiz? 97lik 97lik 751 751 74 94. 74 94 nomeriga aloqa chiqasizlar, egalariga aloqa chiqib. Generalni beramiz. Buningiz nechi pul? 200 qildi bermakka oldim.
Bu ham radnoy. Trilo bilan 5 yil kraska. Opa, ana sizlarga. Nech pulga beramiz? 2400 ga beramiz. 2300 qilib bering. Geni bilan bo'lsin 2400. Maza qilsan xalq. Mayli. Ana 2300. Hech kim bizga yo'q deydi. Salonlargacha radnoy. Yilini necha dedingiz? 86. 86 radnoy mashina xohlagan okalar uchun mana qoplari bilan sizlarga. 2300 dollar geni bilan 2400 dollarga sizlarga aylanadi. Zo'r. Radnoy-ku, ish qovozi ko'plar-yu. Ko'p-u. Telefon nomer o'sha 97lik 751 74 94. Mana shu ikkita mashinaning egalari bitta. Telefon qilasizlar, egalari bilan to'liq ma'lumot olib baraka qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda kapotni qarang. Akulani og'zini ochib qo'ygan, ne ochib qo'yishibdi. Voy, motor ishlab turishini qarasangizchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu kimdan ekan? Yili nechi buni? 79. Motor ichini qarasangizchi. Konditsioner, qo'l, qavub, gidravlik. Nech pul o? Adekvatli narx, adekvatli. Ners diskalar. Bagajiga nechi mana? Eksklyuziv bagajli. Ani qiynab qo'yadigan, takoy shoxli bagaj. Konditsioner ishlab turibdimi hozir? Yo'q, voy, odam to'la ekan-ku. Eshiklarni ham yopilishini qarang, karate bo'yotibdi. Hop. Reklama ko'ryapti. Voy, mana konditsioner ishlashini qarasangiz, konditsioner ishlashini. Konditsioner, muzda chiqib ketdi-yu, mashina ichida. 40 metr bo'ldi. Ha, rahmat xudosi. Buni nech pul qilib berasiz? Eshikni yopilishini qarang. Sola bilan charchamas. Eshikni yopilishiga. Mashina uyda. Mashina uyda. Hop, balonlar yangi 17 diska balon. Nimasi bor yana buni? Mikrofonlarni originalini qo'yib qo'yishgan. Baslari, buferlari. Qani, ko'k tosh sepilgan bu qoraga. Darkman bular, yengilroq. Ha yo'q, Darkman Blue'mi bu? Men ochkiyimni qora ko'rindi-da, o'shanga assalomu alaykum. Aka, siz charchayapsiz. Ashshe gap. Eshik uzun. Nech pulga beramiz endi aka buni? Ko'ngilda bor olaman desa 4,5. 4,5. Qilganlar. Priora nechi? 1.8, 1.6. Konditsioneri bor, Gidravlika bor. Xullas, polni full mashina ekan-da. NMZ yig'iliblar taqilgan. Ana bo'lmasa sizlarga. Anaqasi qo'ygan Barabar sistemasi. Ana bo'lmasa. Telefon nomeringizni bering. 99 99 323 77 77 00. Gem berasiz. Olaman degan odamga Lacetti tormozni sistemasini qo'shib beraman. Ana bonus. Xullas, hamma narsani qo'shib beraveryaptilar. Assalomu alaykum. Dilshod aka, siz ham charchayapsizmi? Xullas, tayyor mashina ekan. Kimga yoqqan bo'lsa, egalariga aloqa qilib ko'rasizlar. Game, peng, hamma narsa bor. Aytdingizmi nomerni? Aytdik-ku, telefon nomeringizni rasmi sog'lik. Yana bitta aytib yuboring, adres. Mashinaga hayoli ketib qolganlar. Nechilik? 90 77 99. Eshitdinglar. Sekinlashtirib iloji boricha qo'yib yuboramiz. Va biz sekin mamyodiy Volgalarni ham davom ettirib bitta sekin bir chekkadan boshlab ketamiz. Xo'p, rahmat odam sizga ham. Mana 20 shekilli. Boshqani chaqir. Ha, adashdim mana 2401. Nech pul edi bu? 3000. Yili? 72-yil. Jigulilarda 72 kilo Italiya bo'lardi. Bu qanaqa bo'ladi? Chista rossiyskiy bo'ladi. Anaqa Rossiyskimi? Eng baquvvat kuzovlardan. Avshiklar ham radnoy. Yurish yuradi bu mata. Narx qildimi? Narx 2000 qo'ydi. Bermaysizmi? Yo'q, menga 5,5 ming tushgan bu. Nech pulga beramiz oxiri? 200 beraman. Zo'r mana. Yurish 5 ta yuradi, ayni. gapi. Moz, 5 ta skorost. Razbek avto. Motor hadoyli qilingan. Bo'yab qo'ydim, ichlari butun. 30 bor yo'q 3000. Ha bu 53 yil yuradimi? Devolarimi yo elektromobillar yuradimikan? Hali 3 yil yurgan. Lekin 53 yillik mashina. bir jentira bilan lop-nulop tashlash kerak-da bularni bor. O'shanda Mana shapaloq bersa kerak ularga. qo'yadigan matax bo'lsa bu, boshqa olmaydi mashina. Telefon nomeringizni bering-chi. 93lik 93lik 591 3050. 591 50 3050. 30 50 nomeri. Bu 5 ta. 5 ta. Chassis moz. Hamma yoni qilib qo'yganman.
Minsa bo'ldi. Faqat minadi xudo. Kayfini bilgan minadi deng. Endi 01 lotka deb kayfini bilgan bo'ladi. Bilmagan o'zi bilan. To'ppa-to'g'ri. Hop, keyingi mashinamiz. 94 3102 yil. Maro bo'lsin. Yomon shu ochilishi qiyin-da bunida. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 2-3 tiyilyo'tda, aka. Kami bor. Gazi bor. Benzinmi? Ha, dokumenti bor, atak benzinda yuribdi mashina. Nech pul beraveramiz buni aka? 8 lab beraverasiz. Balon pisayapti. Baloningiz pisayapti aka. Hozir chiqib ketamiz-sizlar bu yoqdan. Tezroq haydash kerak. Ha, mehr ko'zda ko'ryapsizlar, kamera o'tgan bo'lsa ham biz baribir odamlarni o'ylaymiz. Ko'rsatib qo'y, konsertni ham ola, seriallarga. Konditsioneri bormi buni? Yo'q-a? Konditsioner gidravlik edimi, lekin faqat oki yuraga mojdosh bera olmayman, vaqtda o'lib qolaman. Abizda. Bu egasi kelishadi. Ha, bir 1800 ga bersalar odamlar duo qilib konditsioner berar ekan. Haqqa borasiz bermaydi. Yoshlar ko'rsa konsertni. Ha, o'zlariniki bo'lganda okam bermas ekanlar. Birovniki bo'lsa beradi deydilar. Olmoqchiman buni sotsam. Ko'ryapsanmi? Ha. Noyob buniki. O'z zavod konditsionermi? Zavod konserti. Ishlaydi konditsionerlar. Mana bu. Nechinchi yil bu? 94. Mana bu Voyt masal. konditsioner. Konditsioner ko'ryapsizlar, pol eksklyuziv 3102 konditsionerlari bilan tayyor 2300 dollar deyaptilar. Nech pul beramiz aka? 1800 dollarga konditsioner bilan Volgada maza qilib yoz kunlarda yurganga nima etsin? Somsa pulli bo'ladi hozir. Reklama ketib qo'yapti. Telefon nomeringiz aka 90 315 80 30 mi? 80-80. Ha, 80-80 mi? 30 bo'lga o'xshab qolibdi. 80-80 gem berasiz. Gem berasiz. Ya hamma narsani bermasinlar aka. Gem bersalar bo'ldi. Rahmat aka. Hop, keyingi narsamizni men qarang o'zi. Hop, 3110. Yili necha yili buni? 98. 3000 dollar deyishyapti. Kami bor. Qo'lni karburator motorda, gazlari bilan. Bozor qildimi buni? 22 pul beraveramiz. 2400 dollarga sizlarga tayyorani 3110. Prostoy motorda, gazlari bilan. Idealni mashina. Chopadi. Telefon nomerlari 97 404 78 28 nomeriga aloqa chiqsanglar, necha pul qilib berasiz buni? Bor. Ha, gem berasizmi? Gem bermas ekanlar, olib sotib qolasizlar. 2400 dollarga zato kelib bemalol olib minib ketsanglar bo'ladi. Arziydimi yo? Yo'q, Volgalar narxini ko'ryapsiz, 3000, 3500, 4000 o'ziga qarab aytyapti. 5000 ham deyishdi. Video davomida ko'rib borsa, hozir yana balki undan ham arzoni chiqib qolar. Menimcha, probegi kamroq edi-yu buni. 31 2000-yil gaz benzin. Hop, probegi qanaqa ekan buni? 200 chiqmay shunaqa ekan. Yaxshi-da, sostenasi tinnu, yengillik sostena. Narxini nech pul? Buni nech pul? 3800 dollar deyapti. 3800 dollar gaz benzinda ekan. Telefon nomerlari 90 316 00 61 nomeri. Hop, geni bor a? Gen bor ekan. Bunisi-chi? 2000-yil. Qayerda? Ne buni voqliroq ko'rsatmadingiz? 2000-yil 3110. Holati yaxshi. Aha. Bitta aybi akkumulyatorni almashtirish kerak xolos. O'shanga yarasha narxidan tushib berasizlar. 2000 dollar toza. Yem bor. Gem bor. Ana bo'lmasa 2000 dollar geni bor, gazi bor, tayyor 31 sizlarga 2000-yil hadovoy zo'r. Bitta shu akkumulyator ekanda. Mashina sotsang aybini aytib sot, bekorga ketishmaydi. Dodam nima qilyapsizlar sizlar? Nima o'ylayapti degan. Bagajni ochinglar, hozir bunday agar parod bo'lsam o'zi qaytib ketaman deydi. Hop, gazi bor. Benzinda yuradi bu ham. Benzinda yuradi. Benzinda ham yuraveradi. Yo'dviy zavod oynalarda. Telefon nomeri mashina 93 97 97 736 736 98 60 60 Alisher boda. 98 60 nomeriga aloqa chiqasizlar. Mana bu yerda o'zi oxirgi bozor bo'yicha bitta oxirgi mana Volga 105. 105 ko'rinmadi, bugun bitta mashina ekan 105 lardan. Yili necha aka buni? Shu mebelchimada? Oy, oba, ana. Zimizi plitka motor, temir, metan, gaz,
Qabiyda signallarni qo'yib qo'yishdi. Nechi pul edi aka bu? Assalomu alaykum. Qalaysiz aka? Tanjoniston charchasan. 2800 yili nechi edi? 2005. 2005. Gazi bor. Plitka motor 105. Kraska? Et betida bor. Bo'ladigan nechi pul aka buni? Super konditsioner yo'q. Nechi pul qildi bozor? Hal qilmadimi bozor? Nechi pulga beraverasiz aka bir? Astoydil kelib qoladi. Shu mebelchi akalar kelsa o'zingizga o'xshab mebel tashiyman olib ketsa, 2,5 ga berasiz. 2300 ga bering-chi gap. Har qancha qilib qaynotasiga oldirsin deydi. Bundan kattasi. Ha, maza qilib minsin. Telefon nomeringiz aka? 33lik 403 09 ha 0909 bir xil ekan. O'qiyani nomercham. Hop, gem bor. Ha, gapiramiz aka. Bo'ldi, egalarga aloqa chiqsanglar, egalar bo'ling. Nechi pul ekan bu tog'a? Yo, olmaylikmi o'tgan yil oldirmadingiz? Shart emas deysizmi? Ha, bo'ldi. Hop, nima desanglar, sizlarning gapinglar biz uchun qonun har doimgidek. Bilasiz, tayyor reklamadan voz kechadiganlar ko'p-ku. 2 yildan keyin gaplashamiz. Nodir xo'janiga o'xshab. Kam bosh qotirmagan video chiqib ketdi. Bu kimdan ekan? Egasi yo'q. $1500 yozib qo'ydi. 1500 bizaga-chi ani $2000. Mana $6000 mana turibdi. Mana ham injektor motor ekan, qarang. 84-yil. Egalari yo'q, lekin egalari yo'q. Mana yana bittasi 3 ta 4 nomerda o'qlangan Priora motor. Cho'ta bugun faqat shu sportivniy mashinalar ko'ramiz shekilli. To'g'ri, narxi endi sal qimmatdir, endi negativlarga bu gal qo'linglar qichmay tursan. Qo'llar sal yig'ishtirib turinglar. Qichib tapir-tupir yozib tashamanglar. Yili necha yil aka buni? 2000. Assalomu alaykum. Aka tuzumsiz? Necha pulda otdingiz? 6000 bo'lishi. Sportivniy. Necha yil 1.8 bu 2,5 edi, motori? 2,5 qilingan pavuk, xullas mashina zaryajenli borgan sari anu sportivniyni yaxshi ko'radigan joyiga keldi shekilli-da. Bemalol kelishadi, ko'rishadi. Telefon nomeringiz necha edi aka? 90lik 323 0151. Assalomu alaykum. Hozir assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzum. Pastiga shundoq kamerani tiqsa, zadniy bo'z bo'lmasa, zadniy bo'z BMW bo'lmasa-chi? BMW. Aniq BMWmi? Men egilib lekin qarayman shu BMWligiga. Agar BMW bo'lmasa takka olib ketaman mashina. Bo'ladimi? Qarayvering. Aniq-a? Qarang, lekin. Zadniy bo'lsa qarab oling. Voy, zadniy bo'z yo'q, zadniy adashdi. Zadniy bo'lsa boshqacha bo'ladi. Mashina kaltini bering, olib ketdingiz. Bo'ldi aka. Charchamanglar. Ha. Mana yo'q telefon nomer, mana bu yerda qarang, arzonchilar chiqib qolar, endi xudo xolasa nima deysiz? Bo'ladi. Zadniy bo'z BMW deyshadi, bizdan jinni deb o'ylashadi. Bizani jinni deb o'ylashadi shekilli, deb. O'tirganimga kichkina ko'ryapman shekilli, deb. Uxlayotibdi. O'qqa Ijodkor uxlayapti. Aka, o'li yo'q uxlayapti, astag'firullah. Bu kimdan ekan bu? Bularning egalari bormi? Egalari yo'q. Buni egalari yo'qmi? 05 yili necha ekan aka? Nech pulda o'z? 1,5 bor ekan-ku, bor ekan-ku, hayot. 05 bo'lsa ham mana 98 ga 1,5 mingda bordi. 1000 ga ham berib yuborarlar balki akam. Radnoymi aka mashina? Bitta krilo olishdi. Mashina benzinli ekan. Propani ham bor aka. Ha, propanga ruxsati ham bor, ha? Reduktor yo'q, baloni bor orqada. Gap yo'q lekin. Eshigini. Voy, ishlama qilmaydi. Lekin zato radnoy 1,5 ming nech pul beramiz aka? Gen peni bilan berganingizda nech pul berasiz? To'g'ri, sazgina astotim bor. 1000 ga berib yuborasiz. Gaplashamiz aka. Menga beraveraman, gaplashamiz. Ha, o'tib beradilar, lekin 1100 zato radnoy mashina. Bitta krilo solishgan, o'shani sepib turganman-da. Telefon nomeringizni bering aka. 99lik Hop, 99lik 3 0 9309. Ha, 9319 ekan, 09 bormaylar yana. 3-0 dedilar, o'zi topa olmay o'lib bitsalarga ret turadim. Ya, aytdilar. Buni yili necha ekan aka? 06 05. Nech pul bu? 2,5. Ya, endi siz akam 1,5 ming sizlar, siz 2,5 ming siz. Sal kelishtiring aka. Injektor motor, val, benzin, gaz, sport vilka, -50 prujina, 7 millionga kolonkalar qildirib qo'yganman. 7 millionga kolonka? 7 millionga, o.
Iynalarini emsin, bagajni ham oching unda. Sen bu feri bormi? Fer yechib olib qo'ygan. Unda bo'lmayapsiz aka. Bu feri bilan berganingizda o'shanda 7 million bo'ladi. Qani bu feringiz endi? Uyda Estrash yechib qo'yganman. 160. hamma narsani yechib tashlabsiz-da, unda-da. Yo, gaz Gaz. beraman qo'shib. Shundan berib beraman. Ha, gazni berasiz. Bu ferlarni ferlargacha turibdi. 4.80. ana bo'lmasam akam, Litalik kabellar tortib qo'yganman. ana akamcha, Akani o'zi 500 mingda. ana 7 million dedilar, 7 millionlik asari qolmabdi. Sen bu fer bo'lganda 7 million bo'lardi. Telefon nomeringizni ayting aka. 97lik 97lik 878 878 1995. 1995 yilmisiz? Yo'q, o'xshamaysiz aka. Shunaqa. Buni yili necha ekan? 80 yil. Necha pul deyapsiz? 2,5 ming benzinda. Gazi yo'q, holati yaxshi. Necha pul qilib beramiz aka buni? Egasi emasmisiz siz? Yo, oladigan egasimi? Ha, bo'lajak o'sha bo'ladiganni aytsangiz, o'sha qo'lida pul ushlab turgan akalar bor-da. Ichingiz bilan shundan sizga sanab olish mumkin o'sha pulni. Necha pul u? 1900 ga. Zo'r bozor aka. Bozorni ko'ryapsiz, bozor kosat so'raganiga sot bo'yotibdi-yu o'zi ahvol. Chiqqanlar zergyapti bozorga. Telefon nomerlari gem berasizmi? Mana shu nomerga aloqa chiqsanglar, egalaridan to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Oxirgi meni mana shu mashina bilan tugatamiz shekilli. Yili necha aka buni? 93. Necha pul endi narxi kelishtirib ayting. Ha, necha pul endi? $1000 deng. $900 deng bir odamlar shu. Semchki puli $900 bo'lsa, aka unda biz semchki chaqmadik. Ayting bir jonliroq ayting bir. Ya, yana kelishtiring aka, kelishtiring. Yili necha edi o'zi buni? 93. Bozor nechi qildi o'tgan safar? 1.6 bo'ldi, nima viloyatli ekan, yenga bermadim. Ha. Shahar ichi bo'lsa beramiz. 1600 ga 32 yoshli qizingizni bergisi kelmayaptimi? Hali qizda bu. Ha, hayolingizda. A o'sha biz bo'lgansiz. Hamma yog'ini o'sha sekin-sekin. Qizligiga qoptimi buni? Nechtasini to'g'dirib tashladi bu o'sha? Uyga bittasini qo'yib qo'ygandir kamida Gentrabononi. Qata bildingiz. Va aka, pol ochamiz o'zi. Hop. Bo'ladiganini ayting, qo'yib yuboraylik aka. 93-yil 1,5 mingga bering yana. Geni bilan. Sizni nomingizdan chiqsin. Ha, beradilar 1,5 mingga geni bilan. Telefon nomer 831 nechilik? 99 831 91 80 nomeriga aloqaga chiqasizlar, egalaridan to'liq ma'lumot olasizlar. Xudo xolasa, yuguli o'zi bozor kamayib ketdi, ko'rayotganinglarda. Endi biz qo'limizdan kelgancha sizlarga video qilib berishga harakat qildik, lekin negativlar iltimos sizlardan. Bunaqa metalolom deb tashamanglar, mayli menga tegmas, boshqa tegmas, lekin Jigulida yurganlarga tegadi bu gap. Shuning uchun bitta videoga like bosing-da, qo'lingiz qichayotgan bo'lsa, shunday videoga like bosib qo'ysangiz, ham duo olasiz, ham maza qiladi bu yerda odam. 5 ta og'aynisiga tashlab qo'ysin video. Ha, 5 ta videoni o'tkazib turib, keyin kommentariyada fikrini